Любой universitet, institutda shunaqa ustoz bo'ladi, bilasizlarmi? Eng xavflisi bor, eng xavflisi mana shu birinchi kurslar uchun psixologik travma ustozni ko'rib bilan qo'rqib olishadi. Xullas, o'quvchilar, men palonchi va palonchi, meni darsim galaktika bo'yicha hammaga kerakli fan, meni darsimga kech qolish qat'iyan taqiqlanadi. Sizlarga ishinglarni bitirishlar uchun butun boshli 5 minutlik tanaffus ajratilgan, ash paytda qilinglar. Birinchi semestr uchun sizlardan men talab qilib oladigan narsa bu 28 ta referat, 68 varaqdan qo'lda yozilgan bo'lish kerak, kompyuterda yozib, printerda chiqarib kelganinglar tan olmayman. Huniy pochirk bilan tan olmayman, imloviy xatolar bilan tan olmayman. Yozganinglarda haligi ko'z yoshlari bilan bo'lsa ham tan olmayman varaqda. Xo'p, sizlarga o'tgan mavzuda berilgan vazifa ozgina narsani yodlab kelishni aytdim. 3-paragrafdan 71-paragrafgacha so'zma-so'z. Kim hozir qilib kelmagan bo'lsa, MB 5 hech kim olmaydi meni fanimdan, chunki meni fanim 5 ga men va Xudo biladi xolos bo'ldi.